Bugun istalgan maqsadlar uchun bank krediti olish imkoniyati bor. Buning uchun hatto uydan chiqishingizga ham hojat yo'q. O'tirgan joyingizda onlayn tartibda kredit rasmiylashtirishingiz mumkin. Bu albatta oson va tez. Ammo tanganing ikkinchi tomoni bo'lgani kabi bu qulaylik ayrim firibgarlarga qo'l kelayotgani ham haqiqat. Buxoroda kichik tibbiy xodim shu tarzda 10 nafar hamkasblarini chuv tushirdi. Ayol hamkasblari ishonchidan foydalanib, ulardan qo'l telefonlarini qo'ng'iroq qilib olish bahonasida olib turadi-da, fursatdan foydalanib, ular nomidan bank kreditlarini rasmiylashtiradi. Shu orada pullarni o'z plastik kartasiga tashlab olishga ham ulguradi. Sodda hamkasblar esa hech narsadan xabarsiz yuraverishadi, toki bank ularni bezovta qilishni boshlamaguncha. Biza poterpevshilar 10 kishi. Shu jumladan o'zini eri ham bor. Yana bir sherigimizdan 25 million, yana qaysidan 5 million, yana qaysidan 6 million. Yana kimdandir o'zizga ham olib beraman deb ham o'ziga tashab, ham bizaga olib bergan joylari ham bo'lgan. 140 million, 150 million nomimda bor. Uddaburon ayol ayrim hamkasblarning soddaligidan ham o'z maqsadi yo'lida foydalanib qolgan. Senga onlayn kredit olishda yordamlashaman degan bahonada ular nomiga kreditlar rasmiylashtirib, bir qismini o'z plastik kartasiga tashlab olgan. Shunday MIBdan xabarnoma kelyapti. Uni ochib ko'rsamki, mani 23-yildan otimga kredit olgan ekan. Bu kunisi borib aniqlayapman, 4 ta kredit olgan ekan otimga. Har xil summada 2 million qancha bir, 7 million qancha bir, 9 million qancha bir, общий itogi 16 million qancha tushyapti. Shu tariqa 10 ga yaqin hamkasblarini chuv tushirishga ulgurgan xodim o'zgalar nomiga rasmiylashtirgan pul mablag'larini o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuravergan. Bugun ham o'z qilmishlaridan uyalmay, hamon ularni aldashga urinib kelmoqda. Endi bu ish bo'lib qoldi. Sen asabiylashmagin, o'zingni qo'lga olgin deydi. Men to'layman deyapti. Sudga ham shu gapni aytyapti. To'layman deyapti, lekin haligacha bir so'm pul to'lamagan. Birga ishlab turib, bir ta dasturxondan non tuz yeb turib, shu ishni qildi-da. Fuqarolardan so'ragan bo'lardimki, har kimga ham telefonlarini bermasinlar, har kimga ham ishonish kerak emas. Mazkur holat bo'yicha fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, dastlabki sud ishi jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida ko'rib chiqildi va unga nisbatan jazo tayinlandi. Ammo tanishimni hojatini chiqaray deb ishongan jabrlanuvchilar soddaligi va haddan tashqari ishonuvchanligi ortidan hali ko'p ovora bo'lishadigan ko'rinadi. Xalqimizda bejizga o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan naql keltirilmagan. Ortiqcha ishonch ham kishi boshiga kutilmagan savdolarni solishi mumkin. Bu kun Saloh Do'qulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.